Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, YouTube kanalımıza podpисчиклар, yurtdoshlar. Bugün bize boran zapravkada bize do'stlar 2 etaj hovli joyimiz 170 kvadrat 2 etaj hovli joyimiz sotuvga qo'yilgan ekan. Shuni sizlarga obzorini ko'rsatib, ichalari bilan tanishtirib o'tamiz. Ketdik esa do'stlar. Eshikimiz elde stechga tilingan, ko'rib turganlaringizning hammalari stechga tilingan. Qoldiqlari tashab o'tilganlar. Lekin salamiz ham quyma demir işçiden koyulgan işçilerimiz. Neyse dostlar gittik işanı bilen tanıştırıp ötemiz. Dostlar yine havlucayımızdan girip geldik. Girgenimizden 10 tarafımızda rak oynama istaları oladı. Berimizde işçimizden apşip getirilgen demir işçiden koyulgan işçilerimiz. Avtomatlarımız taşab ötelengen her bir kanala için. Pollarımız taxta pol oldu. Birinci etajımız hem birimiz taxta pol oldu. Televizor koyalım, mesleğalam, dekor paneller bilen çırayla düzeltip koyup dola dostlar. Dalarımız ham genç düşken 8'e 3,5 bolup düşken. Zalımızı görseniz dostlar. Zalımız ham ramkalı düzeltilingen devalları. Haytek variantda televizor mesleğalam taxlarına ötelengen dekor paneller bilen hapşip getirip 6'a 3,5 düşken. Ayağımız apaklas kenardan koyulgan. Eşiklerimiz MDF yaxşı işlerden koyulgan. Koronalı yani çıraylatip. Bir yerimiz birinci etajdayız. Spalnimiz oladı. Spalnimiz ham 4,5 bolup düşken. Spalnimiz ham zinenteyleri shunday chiroyli düzeltilingan, yine taxta pol atilingan. Birini bir qadab ketib qo'ysangiz bo'ladi. Zinemiz quyma do'stlar. Taxtadan emas, quyma. Ko'xtamiz ham fartuqlari urilib, devorlarimizga super moyishcha bo'yladan urib chiroylab taqlangan. Nastelniy kotyollar, Emmer firmasının nastelniy kotyolları, reduktor hamma o'zlari qo'yilgan. Tayyor holatında. Mera bir registr tashab o'tganlar. Sanuzelga keladigan bo'lsak, sanuzelimiz dapatalka kafilatilingan. Dushovoylar ham eng yaxshisi sifatisidan qo'yib o'tganlar. Berimiz ham muntazamimiz ham chiroyli bir rakinalar ham qo'yilib, aristollar ham eng yaxshi sifatlardan qo'yganlar turistiklardan. Bak tarafımıza yaradan olsak dostlar, bak tarafımıza gabrazlı yok bak tarafımıza. Gabrazlar, gazlı çocuklar hem koyulgan şöyle yine. Birinci etaj bilen tanıştırıp öttik dostlar. İkinci etajına çıkalım olsak. İkinci etajımız ham lestnitsaları oppak svete boyalıb chiroylatib qo'yibdilar. İkinci etajımız dostlar hem birimiz laminat pol. İkinci etajın çıkkalarımız ham lestnitsalar ham chiroylatib qo'yibdilar. Haytek variantda lyustralar qo'yilgan. O'ng tarafimizda giradigan olsak birinchi zalimiz oladi bu. Zalın üstü zal. Şunun olub düşkəyinə 6'a 4 olub 3,5 atqanlı üzülür. MDF işlə qoyulğan hem yere. İkinci zalımıza girədən olsaq birimizə zət qoyub dolaşıb çıraylatıb balkonların əməyə lüstralanam yaxşı sifətlərinə qoyubdular. Birindən bir ramki alıb haytek variantdan zətilgən. Birimizde yine spalnimiz. Spalnimiz ham tayyor. Bir yanda yine bir spalni dostlar. Bir yerde yine ikinci etajdaki duş oluyor. Bırakın
Samiga pollarimiz kapilib, dapatorga kafilatilgan, dushovlarni yaxshisidan qo'yilgan. Pulni to'xtalib bizdan olsak, do'stlar, bu hovli joyimizni 78 ming dollar deb turibdi. Kelasidan yeri bor. Kimni qiziqtirgan olsa, ekranda nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat etsangiz kelib ko'rsatamiz. Hammaga sog'lik salomatlik tilagan holda keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Kimda kim uy joyini reklama etmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar reklama etib beramiz. Sotib ham, olishlarınızdan ham yordam edamiz do'stlar. Esa like, podpiskadan chiqarmanglar. Hammaga sog'lik salomatlik. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.